U jonli efirda bir oy davomida qorong'uxonada yashadi. Normi ismli bu youtuberni 490 soat qorong'ulikda qanaqa dahshatli o'zgarishlarni boshidan kechirgani haqida mana shu videoni birinchi qismida gaplashgan edik. Normi voqeani davomida o'zini aqldan ozayotgandek tuta boshladi. Har tomonga alanglab, xuddi nimagadir qarayotganda devorga tikilib qolardi. Efirdan 700 soat o'tgangacha uning mental holati sekinlik bilan yomonlasha boshladi. Masalan, keyingi kadrlarda ham oddiy so'zlarni qiynalib talaffuz qilayotganini ko'rishimiz mumkin. I want a time sleeping so I wake up 10 hours before. Bundan tashqari efirni oxiriga borib, Normi haddan tashqari ko'p uxlaydigan bo'lib qoldi. Uyqu vaqti esa kamida 10 soatni tashkil etardi. Videoning birinchi qismidan kelgan savollarga ko'ra, bu voqealarning hammasi uyning ichida bo'lib o'tgan. Uyda tayyor ovqatlarni yegan va hojatxonasi ham uyning ichida bo'lgan ekan. Eng qizig'i ishonish qiyin-u, lekin Normi to'liq bir oyni qorong'ilikda o'tkazdi va oxirgi soatlarni mana shunaqa og'zi skochlangan holda kutib oldi. Nihoyat uni yorug'likka chiqishini ko'radigan bo'lsak, uni ko'zlari quyosh nuriga chiday olmay, bir necha kun ko'zi yoshlanib yurdi. Terisi esa D vitamini yetishmovchiligidan rangsizlanib ketgan edi. Xulosa qilib aytganda, bunaqa eksperimentlarni hech kimga tavsiya etmaymiz, sababi hayotimizga xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Video yoqqan bo'lsa, fikringizni kommentariyada qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha. Haytgancha, men ham sizlarni ko'rganimdan xursandman.